Oo. Necha pulga sotildi Muzaffar aka? Mana egasi. Necha pulga sotildi aka? Aka oldim 25 million 300 ming. Mo'mi? Ha. Mana akalar 25 million 300 10 bor bo'ylari. Sotiladi aka. Sotamizmi? Foydasini bersa. Foyda bersa sotamiz. Bu endi tozami? Tozasi aka. Uyda yana bor aka. 20 qanchaga oldingiz? 25 million 300 mingga oldi. Oldingiz 25 million 300 ga oldingiz. Bozor qimmatlab qo'yganmi? 6 oylik o'zi bozor qimilladi. Bundan bu yog'iga endi to'xtatish ilojisi yo'q bozorda. Ketdi bozor. Uyda bor. Uyda bor, naq to'qol bor uyda. Nomerni aytingda. Nomerimiz 94 156 37 37. Akalar, haligi necha pulga olganini aytmaydiganlar bor, unaqa emas. Shtiratib turib sotyapti. Foyda bersa sotamiz, sirasi. Eshikadi. Sava aka. Sava, o'zimiz Qo'rg'ontepa Sava. Qo'rg'ontepada. Savdoingiz bersin. Aka keyin. Gaplashamiz a? Hop. Hop, qani ketdik. Xunajim buqalar mana shu videoda bo'ladi, xudo xolasa. Bo'shatib turib, bitasiga berib. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? Bu necha pulda turibdi endi? 20 ga bermayapman. 20 millionga berilmayapti. Bu 20 bor bo'ylari. 25 ham chiqib qoladi mana. Mana akalar. Yaxshi narsa ekan ama. 20 millionga berilmayotgan. Oz qolyaptimi shunda? Oz qolyaptimi? Tushunmadim. Oz qolyaptimi? Barakasiga. Oz qolyapti. Ozgina qursa sotamiz. Zo'r savdoingiz bersin. Qarang. Eshik qayerda edi? Qo'rg'ontepa, o'zimiz Qo'rg'ontepada. Uydan ham sotaveramizmi? Mabodo bozor sotilmay qolsa, avvalo savdoingiz bersin. Bu nargisi o'tan meniki aka. Mana. Bu. Uni 18 qilyapti. Mana 18 sotaveram solasa. Nomerni aytingda. 91lik 612 1805. O'zimiz Qo'rg'ontepa Savaymi? Qo'rg'ontepa Savay akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham mana ko'rinib turibdi, oyoqlari ham yaxshi narsa. Narigi ham bor ekan. Bosaveramiz. Xo'p, mollar kimdan, amak? Bularni 1.10 shunaqalar ekan akalar. Mo'y ham sizdanmi, amaki? Bular ham sizlardanmi? Sotilmadimi bular? Opa, mana ular hech puldan turibdi. 17 narigiga 12 million. Bermayapsiz. 17 million bunisiga. Shu yer. 1.10. Unajinda bular. Bunisi 12 million. Berilmayotgan xonasi. Har shanba bo'ladi akalar, bozorimiz kelaveramiz. Bu kimdan bu? Sizlardanmi aka? Nech pulda turibdi endi bu? 15 million qilyapti. Bermayapsiz, 15 millionga berilmayotgan. Nasibimiz 1.10 bor. Shunaqa chiqib qoladi mana aka. Zo'r. Savdoingiz bersin aka. Qani ketdik, yoshlarni ko'rsataveramiz. Bu nech pulda turibdi aka endi unachimiz? 12 millionga bermadi. 12 millionga berilmayotgan unachimiz. Oz qolyaptimi? Barakasiga. Yaxshi savdoingiz bersin aka. Zo'r. Bu yerda o'zimiz jaydarilar, g'irt. Mana o bechorani ro'za tutyapti bu boru. Nech pulda turibdi amaki bu? Vau. Ha. 10 million 500 ga berilmayapti. Buchi? 7800 berishdi aka. 7 million 800. Savdolarni bersin ha. Bu bir pluslar akalar. Nech puldan olib ketdi endi aka bular? 11 milliondan ozginadan kami bu. Bir plus unachillar. G'irt o'zimizni joydari. 11 milliondan kami bor. Kami sizlardan so'raverasizlar. Xo'p, bularchi jupiga nech pul berishdi aka? 17 million 200 dedi. 17 million 200 ga bermayapsiz. Oz qolyaptimi? Bu yursa beraman. Zo'r. Savdoingiz bersin aka. O'zimizning haqiqiy jaydarilar mana, bir pluslar. Ikkinchi bir ko'proq shu yerda olib qo'yibman, shu yerda terib yuborsizlar deb ko'p gapirib yubordilar. Bugun aralashtirib beraman. Amaki bu nech pulda turibdi? 9 9 million. Uzun ekan ama.
Uzunlik uzun ekan. 3 oyga yaqinlashib qoldi-deng. Gap yo'q. Zo'r. Enasidan ajraldimi endi bu hisob? Bularchi bular qanchadan aytilyapti? Aka, ashinga 8,5 kam. Monga. 8 million 500 kami ham bor. Pul berishdimi? Nech pul? Hozir bunga aka 7 million 700 ming pul beryapti. 7 million 600 ming beryapti. 7 million 700 7,5 bu yerda o'ynayotganda. Molarchi qoralar. Telefon nomerlarimizni aytib qo'yaylik, bir sherigi ham bor, keyin aytamiz. Ayting. 91 489 02 69. Qayerda mol aka? Qayerda moli? Bu aka Andijon shaharniki. Shaharda moli. Mana ham bizniki. Bu fermaniki u, ko'rib qo'yasiz. Ko'pmi bunaqa xunajinlar? Bizda seroq aka. Faqat xunajinmi? Xonajin, novvosi yo'q. Ovoz yo'q. Faqat xunajin. Bir plyuslar kerak bo'lsa chiqarsin aloqaga. Belgisi ham 10 million bo'lib ketdi, shu uchun davom tushamay qo'ydik. Gap yo'q. Xunajinga qiziqqanlar bo'lsa, Bola xonajin ham bizniki aka. Uni aka 9 million kami bor oladi. bebozor savdo qilaveramiz a? Bemalol aka. Zo'r. Mana shu ham akamizdan aka. Shu. Firmaniki ekan. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib Gol aka zo'r. Dastavkalarini ham xudo xohlasa chiroyli qilib berar ekan. Sog'dingiz bersin aka. Nech pul bo'ldi? Baraka bo'ldimi bular? Narigisi 84 bo'ldi aka. Mo'si 77 bo'ldi. Zo'r. Qulluq olsin. Siz oldingizmi? 77 Ikkovi ham xunajina buni? Ikkosi ham Zo'r. Qulluq bo'lsin. Xo'p, akalar bu yoqqa ketdi bu qola, xudo xolasa. Nech pulda turibdi aka bunimiz? 8 millionga. Berdingizmi shunda? 8 ga berilmayapti. Bunajinimiz 1 plus shunaqalar. O'zi 1 minusli buqalar, xudo xolasa mana. Nech pulda turibdi aka endi? 12 millionga turibdi aka. Bermayapmiz ha 12 millionga. 12 million 300 ga bermadi. 12 million 300 ga berilmadi. Oz qolyaptimi aka? Savdosiga, barakasiga. Gap. Bugun ajradimi bu? Bugun ajradimi? Egizaydi bolasi. Ha. Ulug'bek, Che grusni ozgina. Bugun ajrabdi-da. Zo'r savdingiz bersin aka. Bunisi aka qanchada turibdi? Nech pulda turibdi bunimiz? 12 ga menga qolaverdi. Ashu 12 ga menga qolaverdi. 12 millionga. Buqacha 1 minus. 90 minus desa ham bo'laveradi. Mana yosh narsa bu. Zo'r. Bu yerda ham bor ekan ola yoshdan. Bugun rosa yoshlar chiqibdi o'zi ham. Aka bu nech pulda turibdi endi? 11,5 ga bordi. Bermayapsiz, 11 million 500. Oz qolyaptimi barakasiga? Xudo xolasa. Zo'r aka, savdingiz bersin. Bu ham bugun ajramadimi mabodo? Birar oy bo'lib qoldi. Zo'r aka. Savdingiz bersin aka. Xo'p, ketdik. Bu yerda o'zimizni g'irt jaydarilar, bir plyuslar mana akalar. Charchamayapsizmi amaki? Nech puldan turibdi endi bular? Bularda ikkovini 26 jinda kami bor deyapti. 13 dan aytdingiz kami bor dedingiz a? 13 dan milliondan. Ikkoviga pul berishdimi? Berishdi. Nech pul? Ularga 2 kam 12 dan berishyapti. 11 million 800. 11 million 800 dan berishyapti. 13 dan aytilayotgan mollarimiz. Zo'r, savdingiz bersin aka. Charchamang. Yaxshi odamlarga soting. Ikkovi ham mana shu bir plus minusli buqalar. Xo'p. Bularchi bular baraka bo'ldimi? Ikkita ola, bitta reji. Shunaqa bir plus minuslik buqalarimiz. Assalomu alaykum vatandoshlar. Kimga shunaqa temirdan navislar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham mustahkam, o'ta ham baquvvat, vechniy, o'tda yonmas navislarimiz xudo xolasa bo'lyapti. Bu birinchisi 35 metr bo'lgan. Buni 10 metrni hisoblab beraman. 6 millionga butgan shu holatda 2 shiprda bo'lgan. Xo'p, navbatdagi navisimizni ko'rib turibsizlar. 2 etaj qo'yxona bo'lgan, kvadrati 175 ming, 185 ming, 2 etajligiga qarab bor yo'g'i shiprini yoki tunikasini olib berasiz. Shu narx ichida qoqiladi. Bu navisimiz ham 15 metrga 5 metr molxona bo'lgan 2 etaj. Hisob-kitob qilsanglar yog'ochdan ancha arzon. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz shu narxda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qodirov to'dan desanglar yana ham. Xo'p, akalar, bu navisimizni ham ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana 26 metr bo'lgan. 3 shipr ozgina perikosi bor. Buni ham to'g'rilab ketishyapti. 26 metrimiz, примерно plus minus 23 millionga bityapti. O'sha o'tda yonmas navislarimiz.
Kelar ko'rib turgan shu navisimizdan mana darvozaxona ustunsiz bo'lgan, общий 125 plus 30 kvadrat, 130 kvadratgacha yaqin. Mana ko'rsatib beraman Andijon jala hududida. Xudo xolasa bitdi, buni ham ko'rishingiz mumkin. Itogi simmasi mashinamiz 123 million so'mga bitgan. Akalar faqat shu joy bilan ovqatni bergan, qolgan hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib, chotki qilib berishgan. Ko'rib turibsizlar. Kvadrat 180 mingdan, uni ichida Shipro versiya Shipr, tunika versiya tunika, uni ham qoqib ketishadi. Sog' bo'lasizlar. Bu ham akalar navbatdagi qo'yxonamiz, o'sha o'rtasi yo'l bo'ladi, ikki tarafi bo'lingan, mana qasiga bo'linadi. Mana alohida qilib qo'chqor vaqtda bo'laveradigan qilib bo'lgan 2 etajlik 11 ga 11.60 mi shunaqa o'rtacha to'rtburchak joy. Bitta mana akalar metik konteynerni polidan xudo xolasa olib kelib qo'yib qoqlar ekan, tepasiga o't, yem hamma yo'q, pastida qo'y. Bunimiz 350 mingdan kvadrati bitta akalar, mana shu yerda hisoblangan 350 mingdan bitgan. 180 mingdan boshlab 350 minggacha O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz akalar, bosaveramiz. Xo'p, mazza qilib reklamani ko'rib oldinglar akalar. Pulni begona qilishimga yo'q. Xudo xolasa tomlarni chotki qilib, garantiyalar bilan yopib beryapmiz. Tortib aloqaga chiqaverasizlar. Borib o'lchash tekin. Kelishib qolsanglar qiladi, O'zbekiston bo'lib. Kelishmasanglar xafa bo'lmaydi. Aka, nech puldan aytilyapti? Gapinglar bo'lib yubordim, shunday so'raman. Uchoviga aytaymi? Ayting. 36 million bersin, kami bor. Uchoviga berishdimi? Berishyapti. 4 deydi, to'roviga savdo qiluvdi, 46 million beruvdi. To'ttasiga. To'ttasiga bermaydi. Bittasini 11 million 700 ga Sotyapti. Gap yo'q, zo'r. Savdoingiz bersin-a. Xo'p, ketdik. Ular sizdanmi aka? Kichkintoylar. Xo'p, mana yana turibdi, bir pelus. O'zimizni toza o'zimizni jaydarlar. Amaki bu nech pulda turibdi endi? 12 million so'rashyapti. Bermayapsiz. 12 millionga berilmayotgan buqa. Oz qolyapti barakasiga. Zo'r. 12,5 ketdi. Savdoingiz bersin mana. Toza jaydar o'zimiz. Xo'p, bu yerda yana bitta turibdi. Yosh narsa. Xo'p, bir pelus aniq u. Amaki charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Bu nech pulda turibdi endi? 12 million 500 ga berilmayapti. Inshaalloh. Oyoqlari ham ixcham ekan, bu chiroyli. Oz qolyaptimi savdosi? Oz qoldi. Savdoingiz bersin aka. Yaxshi odamlarga soting. Bizdan baraka toping. Qaskana? Qodirov tvekkisi. Xudo xolasa, oz qoldi, chiq qo'ysa beraveramiz deb joylari bor. Ular sizlardanmi amaki? Yo'q akamizdan. 22 million 200 ming qilyapti. Olavering. Qaysini? Molimi? 11 million 100 mingdan video qilib. Qonajimmi bular? Novvos aka. Ha, novvosmi bular? Siz hazillashmayapsizmi? 11 milliondan beryapsizmi? Eka oy. Shunaqa pul so'radi. Bir 200 ming qo'shib so'radim. O'rtacha vaqtda. Bekari yo'q ketdi. Hozirga mashina aylanib kelayotgan eng arzon mashina olib turibdi-da. Turibdi-da, Hech puldan o'zi aytilyapti. 13 milliondan aytilyapti. 13 dan 26. 26 deyapti, 22 million qilyapti. Siz qo'l ushlab qilingchi. Hoji aka. Nimaga bo'lmayapti-da? Bering-da. Joy ham buqa. Buqa desam, aka ham buqami devardi. Xo'p, bilmadim, tushunmadim. Kinolarga deydi. Xo'p, nima qilsa ham do'kondan olamiz, olib-sotardan olamiz, rozi qilib olgan odam baraka topadi. Qashqalar nech puldan aka? Assalomu alaykum. Qashqalarni 14 dan kam bor deyapmiz. 14 milliondan kami bor-a? Bir peluslar akalar. Ikkita qashqa o'zimizni toza jaydari mana. Bunisi Qorinboy aka. Jupiga berishdimi aka? Berishdi. Nech pulga berdi? 26 million 500 da turibdi. Oz qolyaptimi? Savdoingiz bersin aka. Xo'p, ketdik. Bu yerda mana 1.5, 1.10 shunaqalari bor ekan. Bu hammasi aka bularda? Egasi yo'q. Nech puldanligini aytib ketdimi? Zo'r. Ash egasi kelguncha savdosi bo'lib, bilmay ham qolsin aka o'zi. Savdoingiz bersin-a. Mana egasi yo'q. Deb qo'ydi endi. Bilmadim. Balkim yo'qdir rostdan. Mana shu chekada ham buqalar bo'ladi, yaxshi narsalar. Hoppog'i olasi targ'ili. Bu baraka bo'ldimi targ'il? Nech pul bo'ldi aka? 16 million 500 ga baraka bo'ldi. Qulluq bo'lsin. Bularchi bular?
Sizdanmi aka? Nech puldan aytilyapti bular? Aka? Shvedlar nech puldan aytilyapti? Ular ikkalasi 15 dan 30 oldu. Ha, oldingiz. Oldim. Qulluq olsin aka. Mana o'zichi. Unisini men xabarim yo'q. Belini bikib olgan. Men uni bilmadim uni nesi. Mana 30 ga tushdi aka odam. Ikkalasi 30 ga tushdi. Qashti bir xil ekani. 30 15 milliondan bu qoladi. Mana bunaqa turibdi stoyga. Ha? Deydi, qaranglar, kamalak qilib, kamalak. Hozir kelib qolsa bilib beraman. Unisini ham nech pulga tushganini. Sotuvni borini olaylik. Nima yaxshi narsa ekan. Ko'p taralganmi, yiltillab turibdi bor. Alloh, zo'r. Xo'p, qaysisidan aka? Yo'q endi. Sotib oldingiz. Gap yo'q. Xabaringiz bo'lmadimi bundan? 20 million. Bu. Rahmat aka ma'lumotga 20 million turibdi. Bor bo'lari 10 chiqib qoladi. Aka bu qoravoy baraka bo'ldimi? Nech pulga? 14,5. 14 million 500. Yo'q aka, o'zi pullik. Mana. O'zini olib qo'ying degan akani o'zini olib qo'ying. Ha? Bo'ldi aka. Mana akalar, xudo xolasa. Endi hashaki mol bilan Shved molda katta farqi bor, to'g'rimi aka? Shunga qarab narx-navolar bo'lyapti. Zo'r savdolarni bersin aka. Bular sotilgan variantlari hozir o'rtaga kiribsak, yana bilib beraman. 14 ga. Baraka bo'lgan. Xo'p. Ketdik. Yashirdan chiqqan. Acaba. Kechki bozorni sotib olamiz. Bu endi 7 tarasa yashirdan chiqqan bo'lsa. Yaxshi chiqibdi-mi? Juda zo'r. Ha, ko'p mollar qiynalib ketdi-da. Amaki nech pulda turibdi endi bu? Valdicha qo'shsa beraveraman degani bo'ldimi? Nech pul? 22 million qilishdi, ertaman 23 million qiladi. Aha. 22 million turibdi. 23 millionga dirs beravermayapman deyapsiz? 2,5 millionga ham o'zsa sotib olamiz. Gap yo'q. Ertamangi bozor ketdi. Kechki bozor xudo xolasa. Nasib aka, kelib qolar. Savdoingiz bersin. Zo'r. Xo'p, bu yerda yana shunaqasi turibdi. Sal tampos ekan. Unga qaraganda semizroq. Bor bir nima plus chiqib qoladi. Bu kachasi qilmaydimi aka? Ha? Oyoqlar, qaranglar inshaalloh ko'z tegmasin. Nech pulda turibdi aka bu endi? 25 million 300. 25 million 300 ga bermayapsiz, ha? Oz qolyaptimi? Oz qoldi. Gap yo'q. Faqat qo'lga ishlaydi ekan-da, baquvvatligini qaranglar, qo'l oyoqda. Zo'r. Savdoingiz bersin aka. Buchi qashqa amaki nech pulda turibdi endi bu? 20 million. Uje davolan bo'ldimi? 20 millionga. Yashir haqida ko'pchilik so'rayapti. Uje yashirlar xudo xolasa o'tib ketdi. Bir selab hammaga kelgan to'y, hammani bir qiynadi aka. Xudo xolasa o'tib ketdi. Qo'hmay bozorga tushsanglar bo'laveradi. Bu yoqqa endi birgalikda yengib boramiz deydi. Savdolarni bersin. Xo'p, xudo xolasa bu yerda yana bittasi bor ekan. Oyoq qo'li uzun. Oxiriga kelashdingiz. Aka nech pul bu endi? Bu yer tiqilyapti bu yer. 17 millionga berilmayapti, xudo xolasa. Oz qolyaptimi? Barakasi oz qolyapti. Gap yo'q. Savdoingiz bersin aka. Yaxshi odamlarga sotib, moldan u odam puldan siz baraka toping-a. Charchamayman aka.